Assalomu alaykum. Savatdoshlar, tinchlikmi? Yaxshi, yaxshi. Alhamdulillah, yaxshi turyapmiz. Menam tinchliksiz. Ovozingizdan jaranglik yaxshi chiqyapti-da. Bo'ldi, bugungi darsimizni boshlab ketaylik. Bugungi dars 5-dars bo'ldi. Oldi bilan darsni o'tashdan burun men sizlarga nimani to'g'ridan azroq inglizchasini o'rgatib qo'yay. Bu kirsanglar Mango texnika to'r betiga. Buningki Mango texnika to'r beti, uning keyindan Mango texnika ikkinchi darsini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu ulanmani besang deydi. Bu birinchi yilliklarning darsi. Uning keyindan ikkinchi darslarga kirsanglar, buningki asosliq o'tgan yil o'tilgan darslar, uning keyindan masalan muqaddima shu darsning to'g'riliq, uning keyindan ijodiyat o'qimi deydi, hukmlari so'zlandi. Men inglizcha so'zlab beray, ikkisini alashtirib. Today we're going to start lecture 5. And at first I will show what we learned in last year and also some vocabulary so that you will have a contest. Yani musabaqaga ishlatsalar buni. Shoma darsni hozir yaxshi tanishib tursanglar, birdan keyin musobaqa boshlandi. We have a number of different sections of the lecture. One is the Arduino IDE, Arduino. Then basics of electronics. Then what we learn, Tinkercad. So Tinkercad is for simulating the circuits. Then we will learn about the programming. Okay. So what we're going to learn mainly today is about the vocabulary. Sözlükler. Yeah, vocabulary. Asasda sizlarga oldi bilan so'zliklarni tushuntirib o'tay. Chunki keyingi darslarning hammasi ingliz yutildi. Later on, all the lectures will be in English. And the contest is in English. So it's better to understand what does that mean. Chunki musobaqalar, darslar keyincha ingliz bo'lgan bo'lg'achqa, shuni yaxshiroq bilishinglar kerak. Shuni sizlarga men bir qor tushuntirib o'tay buni. Bu to'rdami bor, ammo sizlarga o'qilishini bir qor o'rgatib bersak yaxshiroq bo'ldi. We have 3 parts. One is the Uyg'urcha, and another one is the English. It's translation. Uning tarjimasi. Then we have a picture, resim. Okay? Shu 3 qismni selishtirib ko'rib nima ekanligini bilib olsanglar bo'ldi. Undaqda buni bir qor ko'rib chiqaylik. Hammani bilib ketmasanglarmi, bir-birlab o'rganamiz. Ana uni bir-birlab ishlatamiz. Lekin oldi bilan ashuniki shu inglizcha, uyg'urchasini bilib olsanglar yaxshi. You don't have to learn everything at the moment, but we will learn one by one. Okay, so first one is the qo'zg'atqich, actuator. Yine hareketlendirgich. Har qanday sistema 3 bo'lakdan bo'lindi degandim. Every system have 3 parts. One is the input, yani kirgizich sistemlar, and another is output, yani sistemlarning chiqqan qismi, yani birisi mengasi, brain. The Arduino ashniki mengasi bo'lib hisoblandi. Uning keyindan sensor degan gap sezgichlar bo'ldi. Uni sensor deymiz. Sensor bo'lganda sezgich. Ya'ni biz anglaymiz, tutib ko'ramiz, uni his qilamiz. Ashlarning hammasi sezgich. Sensor. Yani sensor deb ma'apti, Uyg'urchada, ba'zilarda sensor deb ma'apti. To'rlarda. Uni to'liq ismi sezgich deb olsak bo'ldi. Ikkisini yaqinlashtirib qarasanglar, uni sensor deb olmasam bo'ldi. Turkchada balkim sensor deb elish mumkin. Sezgich, sensor, sezgich. Ya'ni bir narsani sezadigan gap, nurliqni sezadigan gap,
ovozni anglaydigan gap, ularning hammasi input bo'ladigan gap. Uning keyinda chiqish bo'lganda output, ya'ni chiqish bo'ldi. Output bo'ldi. Og'zimizda chiqayotgan so'zliklar hammasi chiqish bo'lgan bo'ldi. Masalan, kanay, buzzer, shunami? Uni ele so'zlaymiz. 3 sistemani tushunib olinglar. Qandaq bir sistema mayli murakkab bo'lsin, eng oddiy bo'lsin, hammasi 3 bo'lakdan bo'lindi. Eng oddiy robot bo'lsa-ma 3 bo'lakdan bo'lindi. Hatto raketa, osmon qo'yib bo'lgan raketami 3 bo'lak bo'lingan gap. Shunga eng oddiy qismdan eng murakkab narsalar bitib chiqadigan gap. Shunga activator, act degan gap, harakat degan gap. Act. Activator degan gap, ya'ni qo'zg'atgich, harakatlantirgich. Activator. Uning keyindan sensor bo'lganda sezgich. Ya'ni angle bo'lgan chog'da yanto'liq Every sezgich. single word he's saying now. Yeah, angle. Agar ma I bilan L ning o'rnini almashtirib qo'ysanglar, angel bo'lib qoldi. Angel degan gap farishta degan gap, ha? Agar ikkisini o'rnini almashtirib qo'ysanglar, I bilan L ningki. Agar baxil o'qiganda angle deb o'qildi. Uning keyindan Arduino deb yozdi. Uning keyindan model degan model, Uyg'urchada model deydi, modeli. Qarsanglar nak ashta o'qilishi. Ya'ni buni keyin o'rganamiz. Hozircha muhim nimaga ishlatilamiz degan o'rganib turaylik. Breadboard tok yo'li taxtasi. Breadboard degan gap non taxtasi emas, ha? Uyg'urcha bevosita tarjima qilsak, bread degan gap non degan gap. Ya'ni non kesilgan taxta degan gap emas, mana bu amaliyotda uningki ma'nosi tok yo'li taxtasi deb olamiz Uyg'urcha bo'lgan chog'da. Va inglizchada ma'nosi boshqalarga bilinib ketar ekan, uni bevosita tarjima qilmaymiz hargizma. Breadboard. Ya'ni tok yo'li taxtasi. Breadboardga sizlar sensorlarni, ya'ni sezgichlarni, actuator, ashlarni hammani qo'shib yasaydigan gap. So we put together all the circuits on the breadboard. And then button. Ma rasmni qarasanglar, mana bu button. Ma rasmni qarab turinglar misnacho. Ma knopka deydi. Knopka. Button bo'lgan chog'da bosadigan gap. Tushunarmi? Ya'ni chiroqni yoqish, o'chirish, ashuna hammasida knopkadan ishlatamiz. Uning keyin keyboard nima deymiz? Ya'ni knopka taxtasi. Ya'ni sizlarning besxat yozayotgan narsalarga qaratilgan. Ba'zi bir so'zliklar murakkab, uni o'rganmay tursangiz bo'ldi. Masalan, capacitor degani hozir o'rganmaymiz. Keyincha o'rgansak bo'ldi. U murakkab. Color degani o'rganinglar, ma'noda masalan color sensor, ya'ni rang sezgich. Rangni seza oladigan gap. Uning keyindan LED u yana bir xil output hisoblanadi. Agar mana color sensor bo'lgan chog'da sezgichlarning hammasi input bo'lib hisoblanadi. Color sensor, ya'ni rangni sezgich. Uning keyindan LED, ya'ni lampa bo'lgan chog'da u output bo'lib hisoblanadi. Chunki u nur chiqaradi. Nur chiqargan bo'lsa, u output, ya'ni chiqqich sistemalar bo'lib hisoblanadi. Shunga bir yerda nurni sezgich, u input, uning keyindan lampa, ya'ni har xil rangli chiqadigan lampani bugun o'rganamiz. Shunga u output bo'lib hisoblanadi. Endi ba'zan qarasam nurg'un so'zliklar o'xshash. Motor bo'lganda motor, ya'ni motor deymiz. DC motor. Endi ba'zan narsalarni keyin o'rganaylik. Muhim qismini o'rganib tursak, qarsanglar masalan heart bo'lgan chog'da yurak, rate bo'lganda suqish, ya'ni ritmi. Sensor bo'lganda sezgich, ya'ni heartniki, ya'ni yurakniki suqishini sezgichi. Heart rate sensor. Ya'ni har xil narsa yasay olasizlar. Kichkina sistema ashlardan foydalanib doktorlarga yordamlashadigan, masalan badanni tekshiradigan narsa yasay olib degan gap. Nurg'un narsani yasay olasizlar.
Ma humidity sensor bo'lganda namlik sezgich. This is the humidity sensor. Bu namlik sezgich deb hisoblanadi. Undan keyin inductor bo'lgan chaqda bu sim oram buni kinoga aylaylik. Türkçe metonik. Asosiy nima o'rganmoqchi degan chaqda LED. Ya'ni LED mi deb qo'ydim yoki ikki qutbli lampa. LED deganga bosh lampa. Uyg'urcha LED mi deb qo'ydi, ba'zanda turkchada LED deb oldi buni. Ya'ni LED. 3 so'zliklarniki birlashmasidan tarkib topgan. Balbu bo'lgan chaqda lampa. Bugun nimani o'rganmoqchi degan chaqda 3 qutbli, ya'ni 3 putliq RGB LED ni o'rganamiz. LED bo'lgan chaqda maniki 2 puti bor ekan, bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz 3 putliqnikini. Ya'ni 3 putliq orqali har xil rangliklarni chiqarg'ili bo'ladigan shu xil LED ni o'rganamiz. Undaqda light sensor bo'lgan chaqda light. Bugun hammani o'rganayotmaymiz, bir nechasini o'rganib turaylik. Light bo'lgan chaqda nur. Light sensor. Ana o'rganib olsanglar nurg'un qulayliklar bor. Hozir sensorlarni hammani o'rganib ketganlar o'qay. Light sensor. Hozircha mushunchalik o'rganib turaylik. Asosliq shu qildigan narsalar nima degan chaqda birsi resistor, ya'ni qarshilik degan gap. Undan keyindan mana bu LED bo'lgan chaqda nima desam, ya'ni mana bu ikki qutbliq. Chunki qutb bo'lgan chaqda uningki qutb bo'lsa ikki xil bo'ldi, shunami? Qutb degan chaqda shimol qutb, janubiy qutb. Ya'ni North Pole, South Pole degandek. Shu ikkisi hargiz almashib qolmaydi. Ikkisi almashib qolsa chataq bo'ldi degan gap. O pole degan gap chuqur mana shuni yo'lanishi bor degan gap. Undaq bo'lgan chaqda chuqur LED ni ishlatgan vaqtida burun uni o'rgandik. Uning qutbi o'zgarib qolmasligi kerak. Birsini anode dedik. Ya'ni 5 volt qutb tushirgan anode connected to 5 volt. Cathode short. Cathode cut. Qisqaroq bo'lgani ground tushadi. Ya'ni yerga tushadi degan gap. Connected to the ground. Cathode connected to the ground. Anode connected to volt. So it has the polarity. Ya'ni uniki yo'nalishi bor degan gap. Ha? Andaga qarshilikninki nemisi yo'q, yo'lanishi yo'q. Qarshilikni qaynag'ili qilsak, u qarshilik o'xshash. Unda bo'lgan keyin undaqda so'zliklarni bir takrorlab kelinglar kelar soatda. Hozir biz O'sha LEDni anodni Arduino'ga qilib Arduino'ga tutashtiramiz. Arduino'ningdagi signal qismi signalga. Ha. Muallim bu nimani aytamiz? Muallim hozir blok qildik. To'xtab turinglar. Biz hozir sizga tushuncha beryapmiz bu darslarniki. Birisi so'zliklarni o'rgansizlar, bu birinchisi. So'zliklarni o'rgandik. Undan keyindan yana to'xtab turinglar, musobaqa bor. Shunga ham musobaqa tayyorlik qilinglar. Sizlarga ikki o'rganishlik narsalar, birisi so'zliklar, bir qismini so'zladik. Men so'zliklarni tutib, sizlarga vaqt beramiz darsning oxirigacha. Darsning oxirida savolingiz bo'lsa, darsning oxirida so'raysizlar. Chunki hozir 70 tak o'quvchi bor. Har biringlarning savoliga to'liq javob berib bo'lmaydi. Oxirida savolig'ingizga javob beraman. Hozir musobaqa boshlandi. Shunlashqa meni o'rganib turinglar. Birisi so'zliklarni o'rgandinglar. Bu bak muhim. One, you really need to know about vocabulary. Because all the lectures will be in English and the competition will be in English. Next is the Tinkercad. Tinkercad'da darslar bor. Tinkercad'dan mushuni qanday ishlatadi deganni bilib olishingiz kerak. You need to understand the Tinkercad because it's very important. You can simulate the system. Okay? This is important. You can simulate simple system or maybe complex system. Maybe simple
traffic light or robotics. Sizlar Tinkercad'dan oddiy sistem yasay olasizlar, murakkab sistem yasay olasizlar. Eng oddiy bir ko'chchiligini yasay olasizlar. Yana birsi robotlarni yasay olasizlar. Shunga bu bek muhim. You really need to understand. We are just starting. So last time we already learned about the Tinkercad. So everybody must use the Tinkercad. If they don't use it, we will remove it. Agar Tinkercad'ni ishlatmasanlar, oldimizda ishlatmaganlarni Tinkercad'dan chiqarib atamiz sinfdan. Shunlashqa Tinkercad'ni ishlatishinglar kerak. Bu birinchi muhim qismi. Chunki Tinkercad'ni bilgan vaqtingizda blocksni o'rganadigan gap, o'sha qanday Tinkercad'ni qanday ishlatish to'g'riliq. Ikkinchi bosqich darsda C++ni o'rganamiz. First step, we will learn Tinkercad and blocks. Then next step, we will learn C++. It is very important. C++ will be next part. So maybe after 2 weeks, we will learn C++. İki haftaga sizlar blocksni va Tinkercad'ni ishlatishni to'liq bilishinglar kerak. 2 haftadan keyin C++ni o'rgatamiz. Ya'ni 3-4 hafta o'sha programmingni o'rgansizlar, codingni. Uning uchun sizlar hozir bo'lishinglar kerak. Shu ishlatishda qanday shu programmingga nisbatan bir logic deydi. Logikalik bir ish u. Lekin taslamasa boshqalar qila olgan ishni biz cho'qim qila olamiz. Hamma bolalar bak aqlli. İnşallah shuni yaxshi o'rganinglar. Ammo shu Tinkercad'ni ishlatishni bir ko'ringlar. Buni allaqachon so'zlab bo'lgan. Qayta so'zlamaymiz. We already taught this course, so we will not repeat. Okay? So just introducing you again. So how to use the Tinkercad. So you can just go to the video lecture, very detailed, good video lecture. So you can go and you can learn from there. Okay, so let's start what we are going to learn today. So nim darslarni qilmoqchi bugun degan chog'da RGB LED. Ya'ni har xil rangni chiqara olasizlar degan gap. Burunqisi sizlar ikki qutbluq, ya'ni ikki qutbluq desa ham bo'ldi. Ikki qutbluq LEDni ishlatgandik. Ma'novatkisi 3 qutbluq. Bu qiziqarli, chunki sizlar har xil ranglarni chiqara olasizlar. Bolam tutgan bu. Benim tutgan. Testni ele boshlaymiz yana 10 minutdan keyin, ha? To'rt puti bor, to'g'ri. Va to'g'ri dedingiz ham. Endi mana RGB bo'lgancha to'xtab turinglar. Men sizlarning deganinglarni to'g'ri. Men sizlarga hozir tushuncha bersam bo'lar ekan. To'g'ri, RGB'ninki 4 puti bor. Ya'ni uninki 3 puti signal bilan tutishidi. 1 puti yoki yerga tutishidi, yoki uninki quti bilan munosabatlik. Bu nima degan chog'da aslida bu shu mana 4 puti bor, to'g'ri. Buningki 1 2 3 4 RGB LED deydi. RGB bo'lgan chog'da rangga qarasanglar, R bo'lgan chog'da qizil degan gap, green, blue degani ko'k, green yeşil. Shunami? 3 xil rang. Mana bu rang qarasanglar. Red, green, blue. Bu shu 3 xil nima qartilgan. Asosiy nima degan chog'da, shu 3 puti signalga mangadi, 1 puti annaqa common deydi. Hammasi o'xshash. Ya'ni hammasi bir tutash bo'lgan, yerga tutishgan birsi bor. Asosiy shuni ishlatamiz. Shuni hozirgacha common ground deb turaylik. Hammasiniki o'rtaq bir tutashlik qism bor. Ya'ni qanday deb tushunsak bo'ldi desa, ya'ni 3 LEDninki birlashmasi deb tushunsak bo'ldi. Garchi bir LED bo'lsa, 3 LEDning birlashmasi. Ya'ni
red, green, blue. Red, green, blue. Muşu qo'linglar. Red, green and blue. Bu yoqqa qarasanglarmi? Ya'ni 3 xil rang. Red, green, blue. And then sizlar balkim har xil darslarda bularniki birlashmasini o'rgangan bo'lishinglar mumkin. Bu ranglarni birlashtirsa har xil rang paydo bo'ldi. Mana shu 3 xil rangninki miqdorini, qo'shilmasini o'zgartirish orqali necha millionlagan ranglarni o'zgartira olasiz, chiqara olasizlar. Masalan, ma'loni birlashtirsak, red, green and blue uch birlashgan vaqtida white bo'ldi. Ma green bilan red ikkisi birlashsa yellow, ya'ni sariq bo'libdi. Ashuna o'xshashchu har xil rangni paydo qila olasizlar. Mana shu chiroq orqali sizlar hozir har xil rangni paydo qila olasizlar. Unda bo'lganda qandoq tutashtiramiz? Undaqda men sizlarga uni tutashtirishniki nimasini deb beray. Bumi nima o'xshaydi? Qo'zg'atqich, ya'ni activators bo'ldi. Garchi 4 putliq, 3 puti, shu 3 xil rangga vakillik qildi. 1 puti kamon. Shunga bumi qo'zg'atqichniki tavasiga gruppasiga tava bo'ldi. Ya'ni chiqish. Undaqda nega ulaymiz uni? Uni ulashning o'ni chuqum chiqish bo'lgan keyin output bo'lsa chuqma to'piga shuniki Arduino'niki bir qism bor. Shuniki chiqish qismi bo'lishimiz kerak. Buningki bu chiqish qismini bir necha xil shaklda ishlata olamiz. Birsi burun, ya'ni chiroqni yoqish, o'chirish ishlatgan to'q. We used for two purposes. One, we use it for digital input and output. Digital input and output. Use it for turn on or turn off. Turn on or turn off. Chiroqni yoqish, o'chirish. Yoqish, o'chirish ishlatgan to'q. Buni digital input and output ishlarga ishlatamiz. Ya'ni digital write dedik. Ya'ni digital degan gap raqamlik, write degan yozish. Ulamda digital write. Digital write bo'lgan chog'da bu yerda maya chuqur high yoki low yozish kerak bu yerga. Hatto ya'ni high yozildi yoki bo'lmasa digital write bo'lgan chog'da high bo'lsa turn on bo'ldi. Agar digital write ya low bo'lsa off bo'ldi. Ya'ni digital bo'lgan chog'da ashun pin degan gap, ashuni tutashtirgan puti degan gap. Bir LED ningki biz burun ishlatgan LED bor. Uniki ikki putloq, polarity bor. Uniki signal qismini, anodni pin desak 9-numar qo'llasak, uni yoki low qilish orqali off qilyapmiz. High qilish orqali on qilamiz. Mush bir komandani tutib olinglar dedim. Bak muhim degan to'q. Ya'ni digital write. Digital write pin number qancha nomerlik qadimiga Arduino tutashtirdik. Uning keyin low bo'lganda off, ya'ni o'chadi. High bo'lganda on, yoqdiq degan gap. High, low, high, low. High degan gap egiz degan gap yana. Ya'ni chiroqni yoqdiq degan gap. Low bo'lganda o'chadiq degan gap. Low. Shu mushi ikkisini yaxshi tutib olinglar. This is very important. If you just remember 5 commands, you can do a lot of things. Agar 5 buyruqni bo'lib olsanglar, bekcha ishlarni qilib olasizlar. Buning birisi digital write. Ya'ni digital bo'lgan chog'da raqamli bo'lgan keyin u faqat ikki ishlarni qila oladi. Yoki high bo'ldi, yoki low bo'ldi. Undaqda analogcha agar men har xil rangli chiqarmoqchi bo'lsam, abi men ko'katdim. Undaqda har xil rangni chiqarmoqchi bo'lsam, uning keyinda uni qiniqlashtirish yoki suslashtirish dedik.
Agar biz orliq bo'lib qolsa masalan low bo'lganda bunday bo'ldi, high bo'lganda bunday bo'ldi. High, low. Undaqmi orliq uchun orliqdagi har xil qimmatni qo'ymoqchi bo'lsam, qanday qilishim kerak? Value, ya'ni ma'lum bir qimmat qo'yishim kerak. Ma digital bo'lganda ikkilasi bor. High, low. Lekin agar unaqa ma'lum bir miqdorni qo'ymoqchi bo'lsam, har xil rangni o'zgartmoqchi bo'lsam, yoki uni suslashtirish, if I'm going to change the color, if I'm going to change the value, the strength, then I have to put the value. Undaqda biz analogni ishlatishimiz kerak. Analog bo'lgan chog'da Uyg'urchada analog deb oldik. Ya'ni analog write, o'xshashli pin, ya'ni mushak tutashtiramiz buni. Pinni mushak tutashtirgandan keyin, masalan 13-numarlik bo'lsa, mushak 13 deb olsaqli bo'ldi. Masalan 13-numarlik tutashtirdim. Uning keyin value bo'lgan chog'da high low yozmayman bu yerga, chuqum 50 deb yozsam, atrof sus degan gap. Eng yuqorisi nechaga bordi degan chog'da 256 mi? 250. Masalan 250 bo'lgan chog'da eng yuqori yoki orliqda bo'lgan chog'da 126 bo'lsa, 120 desak o'ttir hol bo'ldi. Uning keyinda 0 ni yozsak off degan gap. Mana orliqni belgilaydigan gap qimmatini. Eng tövni ya'ni 256 lik rangni belgilaydigan gap. LED chiroq. Shu chaki 0 dan uning qimmati 256 gacha bora oladi. Shundaqchi? Shundaq. Shunga u eng yuqori qismi sizlar har xil qimmatni yoza olasizlar. Har xil qimmatni yozish uchun nima yozishimiz kerak? Analog. Analog write. Analog write bo'lgan chog'da sizlar har xil qimmatni yoza olasizlar. Undaqda analog write ikkinchi komanda. That is a second command. İkinci buyruq. İkisini eleştirip söylemey. İkinci buyruq. Yani birinci buyruq digital write. Ama bunu öğrenip aldınlar. İkincisi analog write. Lekin ma W o çoğun yazılış gerek ya. Ya da A küçük yazıldı. Analog. Hiç kana çıktı yok. Write deyimiz. Onun kendi ya pin number. Onun kendi ya kıymet yazımız. İndah olgan çağda biz 250 necha xil rangni chiqara olamiz degan gap. Har xil ranglarni. Ya'ni birlashtirish orqali qimmatini. Ya'ni uniki yuqori tuvan qismlardan degan gap. Hozircha mushuni o'rganib turaylik. Undaqda nega tutashtiramiz degan chog'da chuqur mo'rinki mushu garchi bu qismini digital input output desima, chuqur mush bo'lak ulashtirishni kerak. Hammada muhim narsa nima desanglar-chi? Mush analog write yozgancha qaranglar, chuqum bir tilda deb bir qism bor. Ashuning miyaga tilda bor qismni urashtiramiz. To'g'ri 13 da tilda bo'lmasa, u bo'lmaydi kerak. Chuqum 11 mundaq tilda sayin bor qismiga yozamiz uni. Men ashuni deyishni unutqaptim mas'ullar. Hozir muallim tilda deyilmi bu? Tilda degan gap chuqum shu analogni yozg'ili bo'ldigan yer degan gap. Agar u tilda bo'lmasa, mundaq masalan mana mundaq chuqum qarsanglar nimeniki Arduino'nikiga mana yo'g'on qilay. Mana men qarsanglar ba'zilarning oldida mundaq bir do'lqinni chiqayotganini ko'rsizlar. Chuqum do'lqin bor yerga yoza olar ekanmiz. Masalan, do'lqin bor, qarsangda bor do'lqin bor degan chaqda 3 ta do'lqin bor, 5 ta do'lqin bor, 6 ta do'lqin bor degan gap, ya'ni analog signal kira oladi degan gap. Do'lqin degan gap, shu analog signal kira oladi, yoza oladi degan gap. Ya, analog signalni yoza olamiz degan gap. Kira oladi emas, xato deb qo'ydim. Yoza olamiz degan. Write bo'lgan chaqda mana shunday do'lqinsimon shakldagi signalni yoza olamiz. Analog write. Analog bo'lgancha chuqur do'lqin bo'lish kerak. Agar do'lqin bo'lmasa, yuqori tuvan bo'lsa, u digital bo'ldi. Yoki high yoki low bo'lsa, buni digital deb olamiz.
agar do'lqinsimon shaklda bo'lsa, ya'ni shu 0 dan tortib o'zgarib har xil shaklda bo'lsa, uni analog deymiz. Chuqum uni yezish uchun chuqum do'lqinsimon boya yozamiz. Ya'ni nechinchi nomerlik bor ekan? 3-chi nomerlik pen do'lqin bor. 5-da do'lqin bor. 6-chi do'lqin bor. Qarasanglar. 9 10 11 Mushlarda do'lqinsimon bor, do'lqin bo'lgan keyin mushiningga sil analogini yoza olamiz degan gap. Ya'ni har xil qismlarni. Agar buni do'lqin yo'qqa yozsanglar chiqmaydi, to'g'ri. Chuqum mishaga yoki 3-chi pinni yozsak bo'ldi, yoki valuesini yozgan chog'da yoki 150 deb yozsanglar o'tirhol yuritma degan gap. Ben yo'rtlatmayman degan gap aşağıya yozar ekanmiz. Shunlashqa chuqum mushunga diqqat qiling do'lqinga. Muallim. Shu do'lqin ashuniki, ha? Emse 3, 6, 9 dijital kalender. Ha, boshqalarning hammasi digitalmi bo'ldi, analogmi bo'la oladi. Masalan, 1 dan 13gacha bo'lganlari balkim analogmi bo'la oladi, digitalmi bo'la oladi. Lekin analog qilish uchun faqatla shu 3, 5, 9, 10, 11 deganlar analog qilib ishlatkili bo'la oladi. Lekin boshqalarning hammasini, ya'ni hammasi digital bo'la oladi yana. Hozircha mushlar tushunib turiblar, ha? Buni ayrim yana tafsilroq so'zlaymiz, chunki bak murakkab qilyapmay. Undaqda hozircha analogni yozish uchun chuqum do'lqinsimon shaklga yoza olamiz. Agar digitalni write yozmoqchi bo'lsak, hammasiga yoza olamiz. Lekin mana bu Arduino'niki o'zi mana bu amaliy mega barsida nomer o'xshash bo'lmaydi, chuqum do'lqin qaranglar. Agar Arduino mega, ya'ni mana bu qattiq detalniki o'zi qarasanglar, Arduino'niki qani mushunda bor deyman. Uniki 1 dan 13gacha putlarning hammasi do'lqin bor. Do'lqin bormi, yo'qmi deganga ashuna qilib qarasanglar bo'ldim. Muallim, meninkide dolgun görünmeydi. Ha, normalda mushu cho'ngroq normalda mega bo'lsa 1 dan 13gacha hammasi do'lqin bor. 1 dan 13gacha ishlasanglar bo'ldi. Normalda bo'ldi o'cha. Ma'nolarda yo'q. Lekin maniki 1 dan 13gacha bo'lgan chog'da o'sha oq tarafga qarasanglar bor. Normalda o'sha oq qarshi taraf qarasanglar do'lqin chiqadi. Yok. Nimadan videodan ya baba men size ko'kitib qo'yman, men hozir miyada ko'rinmayapti. Lutfullah nimani aytganlar Arduino'ni? Men ashuna qilaman. Undaqda ashuna diqqat qilinglar. Normalda Arduino Mega'niki 1 dan 13gacha putining hammasida normalda nim bo'ldi, do'lqin. Ha? Aş 1 dan 13gacha aş ishlatsanglar bo'ldi. Lekin boshqa putlarni ishlatmaysizlar. Tushuntirishga qarsa shunday. Sizlar hozir mashina tushunib turinglar. Agar Arduino Mega bo'lganda Muallim, lekin bende hiç yer yok. unda bo'lsa men tushuntirishni dashta yoziqlar to'xtab turinglar. Agar Arduino Mega bo'lsa Mega bo'lganda 1-nomerlikdan 13-chi nomerlikni ishlatsanglar bo'ldi. Arduino Mega bo'lsa qattiq detal bo'lgan vaqtida 1 dan 13gacha ishlatsanglar bo'laverdi. Bilamda? Ma'qul. Ashuna tushuntirishida bor bo'lmasa. Manual deydi, qo'llanmasida. Tamam. Undaqdan biz hozir men nimaga darsimiz kelaylik?
sizlarga hozir mana darsni bir qo'l so'zlagandan keyin hozir musobaqa boshlanishga oz qoldi. Undaqda sizlarga ikki muhim narsani o'rgatmoqchi bo'ldik. Birisi so'zliklar, endi yana birisi shu analog write bilan analog digital write, ya'ni analog write, digital write. Analog write bilan digital write endi xil aniq bo'ldimi? Digital write bo'lgan chaqda sizlab aytgandek ikkili bor. Low ya'ni tuvan, yana birisi high, ikkili bor. Analog write bo'lgan chaqda sizlar qimmatlarni yoza olasizlar degan gap shiorliqtikilarnikidan. Ya'ni tuvandan tortib yuqorigacha. Unda bo'lganda yani müşak tushuntirilishi shu. If it's a digital write, you only can have a low 0 watt, high 5 watt. Low 0 watt, high 5 watt. Yani chirag'ni yiqish, o'chirish. Yiqish, o'chirish. Ikkisili bor. Agar if it's an analog write, you can write it from 0 to 255. Means 256 qadamlik narsa chiqara olasizlar degan gap. 256. That is the main part of today's lecture. Okay? Before competition, just 2 minutes. Before competition, we will learn about RGB LED. RGB LED. Please learn about the colors. What is RGB LED? You can see the color red, green. Yes. Nimesh? Competition'dan borumanda açaktı, evet basınlar bulandı. Hazır saqlab turing, ha? Hozir boshlamadik. We will finish this. Oldi bilan mana tugatib oldik, undan keyin musobaqa boshlandi. Azroq saqlab turinglar, linkini avatib beramiz. Hozir boshlamadik. Mana o'rganib olinglar. Red, green, blue. Red, green, blue. Ya'ni bu yerda 3 xil rang, 3 dona putuq tutishidi. Ana hamimizning o'rtaq bir puti bor. O'rtaq bir puti. Bu qanday degancha shu 4 barmog'imga o'xshab qoldi, qarasanglar. Buniki bir ya'ni bunday shaklda deb tushunsangiz bo'ladi. Ya'ni birsiniki eng uzun putini common ground deydi, ma uchiga tutishida ma 3 puti 3 xil rang, ya'ni ma 3 puti 3 xil rang. Undan keyin bir puti common ground deydi, o'rtaq bir put, o'rtaq bir yerga tutishidi. Chunki har qanday bir sistema Tokyoda bir sistem bo'lish kerak. All the system has input and output. Har qanday bir sisteminiki input output bo'ldi. Mana shu chiroqning input output bo'ldi. Masalan, ikki xil ranglarni dedim, ya'ni ikki putuqni LED'da. Mana bu 3 putuq bo'lgan chaqda hammasiniki o'rtaqli bir yerga tushishi degan gap. Common ground. Unda bo'lgan chaqda o'rtaq bir yerga tutashdi. Undaqdan shu 3 puti, birisi qizil chiroq, birisi yeşil chiroq, birisi ko'k chiroq. 3 pins connected to 3 colors: red, green, blue. Agar buniki xohlagan birisini on qilsanglar red bo'ldi, xohlagan birisini off qo'ysanglar boshqasi o'chab qoldi degan gap. If you connect one of them only red, it becomes red. If you connect only green, it becomes green. If you connect only blue, it becomes blue. If you combine, agar ularni birlashtirsanglar, red bilan green, ya'ni qizil bilan yeshilni birlashtirsanglar, yellow. If you combine all 3 colors, it becomes white.
Bu bir sizlar uning rangini tanıştira olasizlar. 256ni har xil birlashtirish orqali necha yuz minglagan, millionlagan ranglarni chiqara olasizlar degan gap. 16 kilometre mi? Unda musobaqani boshlash az qoldi. Unda ma'niki ulanmasi qarsanglar, ulanmasi qarsanglar, bu RGB LED ulanmasi. Buniki 3 puti var. Buniki 3 putini 3 signalga ulaştırırız. Yani hemisi tilde var. Qarsanglar, yani dolqin var, analog write. Qısaq. Yani her xil ranglarni chiqara olamiz degan gap. Manaki 3 puti merga aniq ko'rinmay qolibdi. Ele mana simulationni boshlaganda ko'kitimiz. Buniki 3 putini 3 pinga tutashtirdik. Number 6, number 9, and number 10. Number 6, number 9, and number 10. So we connected to number 6, number 9, number 10. So we just connect three of them. And then one is connected to cathode, the ground. One should connect it to the ground. So that means cathode. Yani yan bir puti, uzun puti. En uzun puti common cathode deydi. Ortak bir yag olundu. Buna qarasanglar yag olandi cathode. Ortak puti yag olandi, miyada yag olandi cathode. Miyag resmi qarasanglar cathode yag olandi, yani minus degani ground deganini ko'ksitdi. Common cathode bir put 2, 3, 4 puti. Yani 3 colorni 3 signalga tutashtirdi. And birsini cathode'ga. So please learn this. Now we will start quiz. Okay? Ehsan evet Piran. Abdülen biz Arduino'nu ekliyoruz. Arduino tabii ki lazım oldu. Bana Arduino koyuyoruz. Ondan çok yol tahtası. So also use the wrong one. Wait. So this is the wrong one. Wait, we're gonna bring a breadboard. And then we're going to need an RGB LED. Yeah, we need this guy. And then we're also gonna need some resistors. Yeah, this guy. And resistor'una ekleyende şu 220 ohm buluş gerek. This one. Bir şey çıkmadı. Bu şu 220 ohm buluş gerek. So this would be 220 ohms, not kilo ohms. And the nice thing about Tinkercad is that you can copy paste things. So I'll press Control C and I'll Control V. Then I have another resistor. Control V, another resistor, which is the same. So with Tinkercad, Control C, Control V, işaret alırsınız. Ha? Class code Balma. Passcode? He. Ne de Tinkercad'la karıştırma. He. O biz burada classroom mesela, to biz sizlerle bu şu register olsan biz sizlerle Gmail'a atmanto. Mening Gmail'ni işlemeydi. Maqomda bo'lsa biz mana shu darsdan keyin so'z eshitsak mayli. Darsdan keyin mana shu yo'l. Ha, darsdan keyin arzuga ma'lum o'chirgan. Men telefon nomerini men chaqoq. Muallim. Ha? Rahmet. Arzimaydi. Ders kaçıncıydı? Ha, az qoldi. Az qoldi. Mana endi biz mushu bag'a katod yerga olaymiz. Yani biz katodni yerga olib qo'yaylik. Mana, ana bu yerga qarasanglar, mushu mouse'ni aklab mushu ustiga kelsanglar.
Bu şu nerede kızıl, kayısı kızıl, kayısı işlemişi köşk böyle. Yani bunu yazılışına lazım mesela. Mesela bu şu red. So this is yani bu şu kızıl buldu. This is blue because this is blue over here. Yeah, this is blue, and this one is green. And you can see from here. All you need to do is just hover your mouse over this. Now we need to connect. So when we connect, you have to move it. We have to connect to these to the ones that have this thing on it. So yeah. Okay, now let's do the connections. So connect a wire from here to 11. When you connect it, the pin has to have this squiggly line on it. Now let's make this red because it's red. Now, if you see over here, this one's blue. So this one has to be connected to blue. You can put blue to 9. And then we'll make this blue. And it says green over here. So we'll connect this to green. Yeah. This might look a little bit funny, but you'll understand why in a second. So as you check, we made all the connections correct. So this one is red. Red is connected to 11, which is correct. This one is cathode and it's connected to ground. So that's also correct. This one is blue, so it's connected to 9, which is correct. And green is connected to 10, which is correct. So now let's go to the code. We get rid of this stuff. As you can see, this is we're gonna now over here we can choose the colors we want to make. So red, so the first one over here is going to be red. So so this, and then the second one is going to be green. The third one is going to be blue. So RGB, just remember it like that. If you check, red is connected to 11. Yani bunu taşırsan kızıl 11'e tutuşu da, kök 9'a tutuşu da ve yeşil 10'a tutuşu da. Yani bu şuna kolaydı. Yani bu şu 11 buluş gerek. Bu şu 11 buluş gerek. Bu şu 10 buluş gerek. Bu şu 9 buluş gerek. Muallim So this has to be yes. Ha? 9 10 degan 9 buluş kerak to'g'ri. Şu an bu şu 9 kökке ulaqlıq. Müşere yana kök 9'a ulaqlıq. Şu kök şu üçüncüsü buldu. Yeşil ikincisi buldu. Ma'qul. Kök yeşil. Ha. Muallim, Ha. saat kaçta dersteydi? 5 minut kaldı, 5 minut. Anca karışsanlar. Bu şu. Küçük mesele bu onun. Yani. Bir küçük mesele bu onun. Ya. Küçük mesele bu onun şeydi. Şu omurgusu taşı. Muallim mening bo'ldi. Yürük oldu mu? Ama kürünmedi. Ha, muallim menda bo'ldi. Ben de bo'ldi. Muşu bizning komyuterga masal o'xshaydi chunki. Mana muşu biz muşu bir skrin saqlagan deymiz mush yerda. Endi biz muşu rangli masala biz kökka o'zgartib boqaylik. Bizning mush kompyuter ishlamayapti daha hozir, nima shundoq bo'ldi. Lekin bizning yana bir kompyuterda ishlaydi. Mana yana bir kompyuterda ko'rsataylik. Muallim, menda bo'ldi. Muallim ovozi yo'q. Ovozsiz bitik.
Ustaz avazınız yetik dep qo'yapsiz. Mana buniki 3 bitta, yana R, yana red, blue and green. 3 bittani tutashtirsizlar. Tutashtirgan vaqtida, ya'ni 9, 10, 11 tutashtiribsizlar. Buniki birsi nimaga tutashdik? Groundga. Undan keyin bu kodda qarsanglar, buni ikki xil ko'ra olasizlar. Undan keyin text shaklda yoki kod shaklda. Sizlarga o'rgatgan vaqtida buniki blocks and a text. If you look at with the blocks and the text, you can see both blocks and the text, two parts. Undan pin modini cho'qim output deymiz. 10, 11, 9. Şöylesi output oldu. Onun kendinden analog write deymiz. Analog write bo'lgan chog'da, ya'ni qaysi xil rangni ko'rsatmoqchi degan chog'da 3ninki shu ulanmasini shu 3 putiga agar birinchisi bayadagi 11 ga qarsanglar, mana maniki 11 ga ulanganlar red bo'ldi, qaranglar. Abi ham qilsa redni on qilib, ma ikkisini off qilyaptik, 0 berdik degan gap, hech qanaqa signal yo'q degan gap. Undan keyin on bo'lsa, buniki on degan gap, yana signal bor degan gap. Ha? Buniki red bo'lgancha signal bor degan gap. Managa. Ustaz ava. Ben köktüm. Muallim azroq to'piga qismiz. Mana 3 xil rangni chiqadi, qaranglar. Red, green and blue. Kodini ko'kitib, kodni qarasanglar, text and blocks bo'lgan chog'da stat simulation qilaman. Ana 3 xil rang, qaranglar, 3 bo'lakdan tuzilgan bu kodiniki qismi loopda. Qarasanglar, 3ninki qasini off qo'ysak, signal yo'q bo'ldi. Qasini baqsak, shu bo'lgan bo'ldi. Qarasanglar, bir qismi analog write. Agar 11 redni 255 qilsanglar, on bo'ldi degan gap. 0 qilsanglar off bo'ldi degan gap. Agar uni har xil rangli qilmoqchi bo'lsanglar, 3 xil rangni ikkinchi bo'lakda 51 deb olganib, 2 xil rangni har xil o'zgartdik degan gap. Ha, shu ya'ni 51 degan gap, bir necha xil rangni birlashtirib, har xil rangni yasay olamiz degan tanlab. Agar yana bir xil rangni o'chirib, bir rangni chiqaraman desanglar, ikkisini 0 bersizlar, qolgan qismiga ma'lum bir shu nima bersalar, shu value degan gap, qimmatini shu orqali uniki qaysi qimmatda chiqdi. Bu orqali sizlar har xil nimalarni ishlay olasizlar. Unda dars mishad ayoqlashdi. Nimaniki buniki qattiq detal qismini kelar navbatga o'tib qo'yaylik bo'lamda. Muallim mening bir savolim bor. Savol so'rang. Abi ma simulationda resistorning nimasi bor? Abi resistorning undaq embrine deb ashuna narsalarni chiqirdim, men ashuni bilmay qoldim, qaysin qildi. Uni chiqim keyni yetmay, baq yumaloq qalpoqdaklarni ishlasanglar 10 bo'ldi. 220 ohm ishlatsalamadi. Bulamda. Muallim. Ha? Bolda. Ne soruyalandım? Savol so'raman. Ha, qildim. Chiroqni qandaqsiga rengini tegishtiramiz? Ma kod blokniki ikkinchi qismi qarasangiz, Muallim.
Megeside. Yaxshi, yaxshi. Mana ikkinchi blok qarasangiz, mishaki nomerlarni o'zgartsizlar. Mana maniki analog pin 11 deganga 51, 10 deganga 51, 9 deganga 51 beribdi. Jakodni to'xtating. Muallim. Muallim bana da RGB'de siyah renk ıslak bulmaydı.